Bitta itga suv bergan fohisha ayolni gunohini Alloh kechirganligi mana sahih xabarda keldi. Bitta itga suv berib, hozir siz dunyoni itiga suv bersangiz ham o'sha ajrga yetaman deb qiyin narsa. Agar butun mol mulkingizni itga suv berishga bag'ishlab, hamma chanqagan itlarga men Alloh uchun suv berib chiqaman deng, o'sha fohisha ayolni holatiga yeta olasizmi o'sha holatga? Uni aytish qiyin narsa. Nima uchun yeta olmaysiz? Chunki o'sha holat, o'sha soat hamma tomondan yig'ilib kelishi bor. Bu odamdagi ixlos va ehtiyoj hech kim uni ko'rmaydi, u kuchuk reklama qilmaydi uni. Menga suv berdi palonchi deb uni rasmlarini butun hamma joyga nimalardan, Facebooklardan tarqatmaydi suv berib o'tganlar. Hozir odamlar yordam tarqatadi-yu hammaga. Setkani berishdagi rasmlari, qarab turib, tirjayib turganlar rasmlar chiqaveradi. Endi mayli Alloh qabul qilsa yaxshilik qilyapti, lekin bu holat bilan ana u holatni siz solishtirib ko'ring. O'sha ma'noni solishtirib ko'ring. Abu Musa al-Ash'ari roziyallohu anhu vafot etish paytlarida aytgan gaplari bor farzandlariga. Ya'ni bu aslida o'ziga aytgan gap. Farzandlariga aytayaptiki, Rog'if hadisini eslanglar dedilar. Rog'if hadisini. Keyin o'zlari aytib berdilar. Rog'if degani kulchanon. Kulchanon bir rohib 70 yil Allohga ibodat qildi. 70 yil Allohga ibodat qilib, keyin bir kuni zerikdida ibodatxonasidan chiqib bir shahar aylanaman deb shaharga, bozorga chiqdi. Aylanib yurganda bir ayolni ko'rib qolib, u bilan gaplashib, ayol uni qalbiga tushib qoldi va u ayol bilan zino qilmoqchi bo'ldi. Ayol uyiga olib ketib 7 kun zino qildi o'sha ayol bilan. 7 kundan keyin o'ziga keldi bu odam. O'ziga keldidan keyin tavba qilib, bir qadam yurib sajda qilardi, yana yurardi, bir qadam yurib sajda qilardi, bir qadam yurib sajda qilardi. Shu kelishda yo'lda bir 12 ta faqir o'tirgan ekan, bu odam 13-chi bo'lib kirdi. Ichida o'tirganda bir odam har kuni kelib ularga kulchanon tarqatar ekan. Hali kulchanonlarni tarqatishda bitta beryapti. Bu odam ham safda turib bitta oldi, ehson tarqatilyapti, oldi. Shunda keyin bir miskin faqir yana bir joydan kelib qolib, "Qani meni kulchanonim, qani kulchanonim" deya boshladi. Ya'ni hamma odam soniga bittadan berilar ekan. Bu odam kelib safga qo'shilganda, u odam bir hojati bilan ketgan bo'lgan. Kegincha bu nonni olib turibdi. Keyin bu odam juda ham och edi o'zi. Muhtoj edi. O'shanda bildiki, bu olib qo'ygan kulchanoni asli birovniki ekan bu. Mana kulchanoni men olgan edim, mana seniki deb. Uni bo'lmasa ber sen olding deb chiqmay aytadigan holat emas berdi. Chunki uni oti yozilgan yo'q kulchanonga hech kimda. Kimdir ehson qilyapti, bo'ldi. Hali tarqatuvchi odam aytgan, men bilmasam berdim hammalaringga, bo'ldi, menda qolmadi degan. Haligi odam qani kulchanonim deb qolavergan. Mana shu bilan haligi odam bildiki, bu kulchanon buniki. Mana kulchanoning seniki deb berdi, shu bilan yana ketdi yo'liga. Bu odam yashagancha yashadi, dunyodan o'tdi. Qiyomat kunida uni hisob kitob haqida Rasululloh xabar berganlar. O'sha odam hisob kitobga olib kelinadi, 70 yillik ibodati bitta pallaga qo'yiladi. 7 kunki zinosi pallaga qo'yilganda zino og'ir kelib ketadi. 70 yilki ibodat, 7 kunlik zino og'ir kelyapti bunga. Bu odam bo'ldi endi tarvuz qo'ltig'idan tushganday bo'ldi, jahannamiy bo'lish holatida turgan paytda Alloh taolo haligi kulcha nonini olib keltirib taroziga qo'ydirar ekan, kulcha non bosib ketar ekan tarozini. Bitta kulcha non. Mana shu soat, mana shu vaqt har bittamiz uchun o'tadigan vaqt ekan bu. Nechta soatlar, nechta kechalar, nechta kunduzlarni balkim biz o'tkazib o'rgandirmiz. Shuning uchun ham Alloh taoladan so'raylikki, shunaqangi holatlarda Alloh bizga duchor qilib foydalantirsin Alloh. Ana o'shanda bizni sharafimizni ko'tarsin, o'tgan kamchiliklarimizni mana shuni yuvoradigan bir amallarga Alloh bizni muvaffaq qilsin. Mana shu ma'noni tushunsak, keyin biz rijollar qanday bo'lishini biz bilamizki, quruq o'tirib majlislarda maqtanish bilan, yonidagi zaif odamlarda turtish bilan ish bitmaydi rijollik degani. Yoki o'zini qachonlardir qilgan yaxshiligini doim gapiradi bir xil odamlar bor. Bir paytlar unday qiluvdik, bir paytlar unday bo'luvdi, o'zini bir marda maydonligini ko'rsatgan holati bo'lgan, uni ham Xudo biladi qanday bo'lganligini o'xshatib gapirib beraveradi bu odam, lekin
joyi kelgan paytda shu odamni qanaqaligini ko'rib qolasiz. Xuddiki Rasululloh aytganlaridek, annasu odamlar xuddiki 100 ta tuya bor, mi'atu ibil la takadu tajidu minha rahila. Annasu ka ibili mi'a, xuddiki 100 ta tuyaga o'xshaydi. La takadu tajidu minha rahila, undan ichidan bitta nortiya topolmaysan. Ana shunday mavqiflar, holatlar bizni boshimizdan o'taverar ekan. Esa hikmatinga masman